Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video orqali o'zim sevgan usulda tayyorlanadigan, o'zim sevgan ta'mga ega bo'lgan Napoleon tortini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun 800 gram unni elakdan o'tkazib olamiz. $500 gram miqdordagi sovutgichdan endigina chiqarilgan muzdek saryog'ni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Saryog' va unni qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib, bir xil massa ko'rinishiga keltiramiz. Stakanga 2 dona tuxum chaqamiz. Yarim choy qoshiq miqdorida osh tuzi va 1 osh qoshiq foizi 9% dan ortmaydigan sirka qo'shamiz. Va shu stakan to'la bo'lgunga qadar sovuq suv qo'shamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Unli massaga tayyorlab olgan tuxumli massamizni qo'shib, xamir qoramiz. Xamirni teng 8 bo'lakka bo'lib, eng kamida 2 soatga sovutgichga qo'yamiz. Oradan 2 soat o'tdi va biz har bir xamirimizni duxovkamizning listi o'lchamida yupqa qilib yoyib olamiz. Sovutgichda turgan saryog'li xamirni yoyish u qadar ham oson bo'lmaydi va biz kerakli joyda, kerakli paytda biroz xamirga un sepgan holda xamirni yoyishda davom etamiz. Xamirlarni oldindan qizdirilgan o'rtacha 170 darajadagi duxovkada tillarang ko'rinishga kelgunga qadar pishirib olamiz. Qancha past haroratda pishirilsa, xamir shunchalik qarsildoq bo'lib chiqadi va usti ortiqcha qizarib ketmaydi. Tortimizning barcha qavatlarini pishirib bo'lgandan so'ng krem tayyorlab olamiz. Kremi uchun tabga ko'ra 200 gramdan 350 gramgacha bo'lgan xona haroratidagi saryog'ni oppoq ko'rinishga kelgunga qadar mikserlab olamiz. Saryog'ga 1 kilogramm miqdorida quyultirilgan sut, ya'ni zg'ushoni molokodan qo'shamiz va bir xil holatga kelgunga qadar mikserlashda davom etamiz. Tort qatlamlarini birma-bir terib, orasiga videoda ko'rsatilgandek tarzda kremlarni surib chiqamiz. Ushbu videoda krem uchun 200 gram saryog' ishlatilgan. Tabga ko'ra, agar istasangiz 350 gramgacha saryog' ishlatsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kremi suyuq holatda, agar qancha ko'proq saryog' ishlatilsa, shuncha quyuqroq holatda, quyuqroq ko'rinishda bo'ladi.
kamroq sariyog' ishlatilganligi hisobiga ushbu retseptda video oxirida ko'rsangiz ham bo'ladi. Tort tayyor bo'lganda tashqariga oqib turuvchi kremlari nisbatan ko'proq va shuning hisobiga Napoleonning mazasi, shirasi o'ta ham shira bo'lmagan, juda ham me'yorida, xususan bizga yoqadigan darajada shirali bo'ldi. Agar ko'proq sariyog' ishlatsangiz, krem quyuqroq bo'ladi va shu sababli ko'p qismi oqib ketmaganligi hisobiga shirasi ham ko'proq bo'ladi. Ustini esa chetlaridan ortib qolgan qismlari bilan bezatishingiz yoki agar istasangiz bir qavatini bezak uchun olib qo'yishingiz va ustiga ishlatishingiz mumkin. Dunyodagi eng mazali Napoleon torti ham tayyor bo'ldi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring. Sizga va oila a'zolaringizga albatta yoqadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimizda qoling. Obuna bo'lishni, do'stlaringizga ulashishni va yoqtirish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.